tovuqni tuxumi uvali juvali qiladimi? To'ydan keyin kelib qarasam, o'sha quroqlatda qizimga tiktirgan chiroyli pardani usti osilib turibdi. Fotiha kerak emas. Yana pulmi? Nima qilding pulni? Necha marta urushib oldik to'y bo'lguncha. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan hayotiy mavzu haqida gaplashamiz va men sizlarga o'zimga og'riqli bo'lgan va kimgadir qiziqarli bo'lgan to'ydagi an'analar, urf-odatlar haqida gapirmoqchiman. Bu albatta meni o'zimning fikrim. Kimgadir bu yoqsa, yoqmasa, o'z fikrimni gapiraman, yoqmasa eshitmang. Sizlar bilan men Umida Abdullayeva, amaliy psixolog, psixoterapevt, coach. Eng avvalo bitta narsani aytib o'tay. Men qaynonaman. Ham kelinim bor, ham kuyovim bor. Ya'ni ham bunaqasiga, ham bunaqasiga qaynonaman. Ham chiqaradigan qizim bor, ham kichkina o'g'lim bor. Ya'ni har taraflama men hamma rollarni tatib ko'rganman. Meni juda ham bezovta qiladi hozirgi kunda eskirgan urf-odatlar oilalarni qiynayotganiga, odamlarni yashash tarzini qiynayotganiga. Hurmatli ayollar, balkim mana shu narsani o'zgartirish vaqti kelgandir. Misol uchun, hozir bilasizlar, zamon qiyin bo'lib qoldi. Ozgina pul topish qiyin, daromad qilish qiyin, lekin rasxod qilish juda ham ko'p. Va mana shunday zamonda, davr o'zgargan zamonda keraksiz urf-odatlar, tog'ralarning u yoqqa borib kelaverishi, nimalardir latta-puttalar borib kelaverishi mutlaqo noto'g'ri, kerak emas, bidiyat bo'lib qoldi. Men sizlarga aytay, birinchi qizimni chaqirganimda, menam hamma qatori el qatori xuddi o'sha qonun qoidali tartib bilan qilganman. Mani dugonam bordilar, ular tartibni yozganlar. Birinchi oq o'rar bo'ladi. Oq o'rarga mana bu qo'yiladi. Ular buni olib keladi, buni o'rniga buni qo'yasan, buni o'rniga buni olasan, buni o'rniga buni qo'y. Xuddi matematik formulaga o'xshaydi, ishonasizmi? Kimdir buni ssenariysini yozib qo'yganga o'xshaydi. Undan keyin Fotiha to'yi bo'ldi. Fotiha to'yiga erkaklar nechta kelishini so'raladi. Unga buni qilasan, mana buncha tog'ora keladi, bu tog'oraga sen mana buncha tog'ora tayyorlab qo'yasan, mana buncha qator kiyim keladi, sen unga buni qaytarasan. Agar buni qilsa, mana buni qilasan, buni qilsa, qizlar, men o'shanda shunchalik matematik ssenariy borligini birinchi marta ko'rganman. Lekin ssenariyni a'lo darajada bajarganman va shunchalik qiynalganman, ishonasizlarmi? Bu shunchalik katta rasxod. Mana bu Fotiha to'yini olaylik. Kimga kerak o'sha 10 ta 11 ta tog'ora kelishi? Menga olib kelmasin o'sha tog'orani. Men hayratda qolganman. Menga norin olib kelsa, men norin solib berar ekanman. Qazi olib kelsa, qazi solib berar ekanman. Shashlik olib kelsa, shashlik solib berar ekanman. Ha, undan olib kelmasdan qo'ya qolsa, o'zim qo'yib qo'ya qolganim yaxshi emasmi? Eng qizig'i, o'sha bir tog'ora norin biz oilada kamchilikmiz. Uvol bo'lgan hammasini qo'ni-qo'shnilarga tarqatib tashlaganmiz. Yana qanchasi achib qolgan, yana qanchasi uvol bo'lgan. Shuncha pul, shunchaki uvol bo'lgan. Undan keyin uy ko'rar marosimi. Meni singlim bilan o'rtog'im borgan, uni to'g'rilagan, o'lchagan. Bu tasavvur qiling, birovning uyini begona odamlar kelib o'lchab yursa-da, bu juda ham g'alati. Keyin uni yasatish marosimi, keyin ular ovqat qilgan, ularga yana latta bergan, uni xullas bu jarayon to'ydan keyin ham to'xtamagan. To'ydan keyin yana bir narsa, to'ydan kelganmiz yana bir narsa. O'shanda men qaror qilganman. Men to'y qilsam, o'g'lim uylasam, hech narsa qildirmayman, menga kerak emas bunaqa narsa. Yana bitta narsani aytib beraman, to'yda bo'lgan eng kulgili odatlardan biri. Chiroyli go'shanga aytganman-da, haligi go'shangani bezab qo'ydim. Bir pay kirib qarasam, uni ustida qiyma lattachalardan tikilgan latta turibdi. Bu nima desam, qaynonam quroq tikib kelibdilar. Quroq deylar ekan, uloq latta, ikkita chetida taxta qoshig'i bor. Bu nima uchun desam, bir-biriga chatishib ketadi. Mana shu qiyma yaymalar ham bir-biriga chatishgan kabi chatishib ketadi. Qizlar, bir-biriga tikilgan material odamni baxtli qila oladimi? Ayting menga. Bu bidiyat emasmi? Uni ham qo'ying. Kuyov bo'lmish kirib keldi. Qaynonam bizga aytdilarki, 1 kletka tuxumni qaynatib qo'yinglar deyishdi. Men bilmayman nima uchun qaynatib qo'ydim. Bir payt kuyovni cho'ntaklariga, yenglariga tuxum tiqishni boshladilar. U hayratda qimmat kostyum kiyib kelgan tuxum o'lgur sasiydi. U hayratda, men og'zim ochilib qolgan. Hamma yo'g'a tuxum tiqdilar. Nimaga bu desam, uvali juvali bo'ladi. Qizlar, tovuqni tuxumi uvali juvali qiladimi? Men hozir urf-odatlar ustidan kulmayapman, lekin odamlar o'ylab topgan, qachonlardir odamlar o'ylab topgan kerak emas
odamni qiynab tashlaydigan narsalar haqida gapiryapman. Aslida odamni yaxshi yashab ketishi bunga bog'liq emas. Eng qizig'i ularda ham buvi bor ekanlar. Bizni buvimiz quroqni, haligi quroq lattani taxlab berib yubordilar va to'ydan keyin kelib qarasam, o'sha quroq latta qizimga tiktirgan chiroyli pardani ustiga osilib turibdi. Bir xunuk. Uni nima qilaman desam, yana nimalardir ilm amallar qilishdi, qanaqadir irim-sirimlar qilishdi va men uni yechdim. Qizni onasi yechar ekan, shu bilan uni taxlab qo'yib qo'yishdi. Qutuldik o'sha quroqdan. Xullas, o'g'limni uylaydigan bo'ldim. O'g'limni uylaganimda men borib aytdimki, "Qudajon, o'zingizni qiynamang. Menga qizingiz kerak. Meni uyim el qatori. Pardam ham bor, gilamim ham bor, yotadigan kravatini ham olaman. Bizga hech narsa kerak emas. Hech narsa kerak emas. Yeydigan idishimiz ham bor, bagemalarimiz ham bor. Bizga qizingizni bering." Men Qo'qondan kelin qilganman va buni hisobga oldim. Bitta bordi keldini o'zi qanchaga tushishini. Ular aytishdiki, "Fotihani qachon qilamiz?" Men aytdim, "Fotiha kerak emas. Buni ikkalasini bitta qilib oqurarda kichkinagina qilib oilaviy o'tkazamiz. O'zingizni qiynamang. Osh-posh qiz bolani mas'uliyatiga kirmaydi. Mayli biz qilamiz, chunki turmush o'rtog'im erkaklarni oshida yeb yurganlar, osh qilaman deb aytdilar. Oshni biz qilamiz. Hamma narsa keragini o'g'lim o'zi qiladi. Siz o'zingizga qizingizga ataganingizni qiling." Yana men nima dedim? Balki meni hozir boshqa qaynonalar yeb bitirarsizlar. Lekin men o'g'limga boshqa odam qilgan ustovosh yoqmaydi. Men bolalarim bilaman. Meni qizimda ham shu muammo bo'lganligi uchun ular qizimga bergan narsalarga qizim bunaqasini xohlardim. Menga двойной расход bo'lgan. Ya'ni kuyovga ham qilganman, qizimga ham qilganman. Va bo'lishi mumkin, balki qudam ham men qilgan kuyov narsalarni yoqtirmasdan ularga ham двойной расход bo'lgandir. Shuning uchun men aytdimki, keling, hozir yoshlar injiq. Siz o'zingizni qizingizga kiyim qiling, men o'zim qizimga qilaman kiyimni. Voy, zo'r bo'lardi, rahmat. Hech narsa qilmayman. Yo'q, hech narsa qilmang. Menga ham hech narsa qilmang, chunki men birov qilgan narsani yoqtirmayman. Siz ham xuddi shu, keling kelishib olamiz, bir-birimizni qiynamaymiz. Men xohlayman yoshlar baxtli bo'lishini. Men xohlayman yoshlar xotirjam, baxtli yashashini va qarzga botib o'zingizni qiynamang. Mana shu Fotiha to'yiga, quda ziyofatga, Qo'qonda quda ziyofat dabdabali bo'ladi. Mana shunga 11 xil ovqatga ketkazgan pulimizni yoshlarga alohida yo'q qo'yganman. Kir moshinasiga, mikrovolnovkasiga, biron narsalarga ishlatamiz. Nima keragi bor? Qayta qarindoshlarni yig'ib olib yediraverib. Men mehmonni yaxshi ko'raman, azizlarim. Lekin to'g'risini aytsam, qizimni to'yda xo'jayinim nervni bo'lib qoldilarda. Chunki bu tugamas chiqimlar, bu tugamas ikir-chikirlar, lentichkalar, fantiklar, gulchalar, ular, bular. Hali bu. O'shachi pul desamchi, asabiy bo'lib, yana pulmi? Nima qilding pulni? Necha marta urushib oldik to'y bo'lguncha. Bilasizmi, necha marta urushib oldik. Erkaklarga ham juda qiyin ekan. Yaxshi ham biz ayollar yig'ib qo'yganlarim bor. Yashirib ham ishlatdim, ochiqchasiga ham ishlatdim, unaqasiga ham ishlatdim, janjal bilan ham ishlatdim. Xullas, to'yni qanaqa bo'lishini bilasizlar. Mavzuga qaytamiz. Men qudam bilan kelishdim. Mana shunga. Rosa xursand bo'ldilar, chunki hech qanaqa xarajat qildirmadik. Qo'limizdan kelgancha albatta buni maqtanishcha aytmayapman. Shunchaki aytmoqchiman, qachon bir-birimizni qiynash to'xtaydi? Qizni onasi farzandini katta qilib, sizga tayyor yordamchini bag'ridan uzib beradi-yu, nima uchun indinga salpa qo'shib berish kerak? Nima uchun tog'ora norinlar, shashliklar nima uchun bu narsalar uvol bo'lish kerak? Erkaklar asabiylashish kerak, ham yo'q qarzga botish kerak. Nimaga biz o'zbeklar o'zimizni qiynaymiz? Nimaga? Allohning oldida ma'lum qilsangiz, kichikroq to'y qilib e'lon qilsangiz, mayli bitta to'yni zo'r qilib o'tkazing. Men to'yni zo'r qilib o'tkazganman, ko'nglimdagidek dabdabali qilib, lekin bitta to'yni ungacha bo'lgan hamma narsani qisqartirganman. Kerak emas. Nima uchun chiqarilayotgan qizga yozda bo'layotgan to'yga palto, etik, bir narsa, nima u bir kiyadimi? Mana qizimdan misol, kuzda to'y bo'lgan, bahor kiyimlarini ham olib berganman. Bahorgacha, yozgacha homilador bo'lgan, ko'pi sig'magan, keyin buni tuqqandan keyin ular modadan qolgan. Nechta kiyimlarini tarqatib yubordi.
nechta kiyimlarini tarqatdi. Yana mana bu haligi kelin salom kiyimlari. Men aytganman, qizim, kamroq tiktirgin, bular qimmatga tushadi, bularni kiya olmaysan. Ayo, mayli, shunaqa qilaylik degan. Xo'p, haligi uzun, hamma yo'g'i toshlik, qimmat narsalarni nechta tiktirdik. Ishonasizmi yo'qmi, bir marta kiydi. Bir marta salomga kiydi, yana bir necha marta qayerlarga kiydi. Mana kelinimga ham aytganman. Men zamonaviy oilaman. Mayli, mana bunaqa kaltak chiroyli ko'ylak lozimchalar tiktirib bering, yuvib ishlatadigan. Lekin mana bu mo'nchoqlik, korsetlik, 30 kilolik xalatlar qilmang, kiymaydi. Qudam quloq solmabdilar. Baribir qilibdilar. Bir nechta haligilar, chestni aytaman, qizili ham, yashili ham, oqi ham, molochnisi ham, ko'ki ham hammasi paketda turdi. Keyin u jiyaniga birini, bu jiyaniga birini berib yubordi. U har bittasi bilasizmi necha milliondan tushadi? Mana bu mo'nchoqlik, dabdabali bir narsalar bilasizmi necha milliondan tushadi har biri. Har birini shu erkaklar to'laydi. Balkim ayollar to'laganda ham, lekin nima keragi bor bir marta kiyadigan narsaga ortiqcha rasxodni. Buni o'rniga yuvib kiysa bo'ladigan qulay, har kunlik kiyimlar qilib, bытовой texnika, yoshlarga nimalar kerak? Mikrovolnovka, kir mashina, pilisos, mana shu narsalarni olib berib, yoshlar baxtli bo'lsa yetadi-ku. Nima keragi bor yozda bo'layotgan to'yga qishki paltolarni olib berishni? Nima qizni onasi qarab qoladimi yoki yalang'och qoladimi? Qish kelguncha sekin-sekin olib beriladi. Mana nimaga yoshlarimiz dangasa bo'lib ketyapti? Chunki hamma narsani qilib beramiz. Yozda bo'lgan to'yga keyingi yozgacha ustvoshni qilib beramiz. Iyulda to'y bo'lyapti, qishdagi palto, kurtka, etiklar olib beramiz. O'zi to'yni ustida turibmiz. Nima keragi bor shunaqa qilib o'zimizni qiynashni? Nima deb o'ylaysizlar, azizlarim? Agar mana shu narsalarni aql bilan, xotirjamlik bilan, sekin astalik bilan qilib bersak, nima ular paltosi qoladimi? Qaysi ona qizini paltosi qoldirgan? Faqat buni o'sha zahoti qilish shartmi? Mani xudam aytdilar, Umid opa, unda dedilar, siz o'zingizga qilsangiz, men o'zimga qilsam, bir kun oldin alishtirib olsak, bunaqalarga bezab olib boramiz. Men aytdim, nimaga kerak? Nimaga kerak bezash dedim. Sandiqlarga bunaqa bilmayman, men rosa past deb o'ylagan bo'lsalar kerak, men past emasman. Lekin nimaga kerak? U mani uyimga boradigan kiyimlari nimaga kerak? Men ular bilan kiyim almashib, xuddiki ular kuyovnikini olib keladi, men bunaqa sandiqlarni 600-700 dollarga arendaga olib, nimaga kerak menga u sandiqlar? Men aytdim, menga xo'ja ko'rsin qilmang dedim. Qizingizga olganlarini akkuratni qilib korobkalarga joylab olib borib, shifonyerga ilib qo'ying. Mebel olib qo'yganmiz, shunday ilib keling. Kerak emas menga. Odamlar nima deydi? Men bunaqa gullar qilish, ularga yopishtirish, fatinlarga urash, upakovkalar qilish, dizaynni nimaga kerak? Million pullarni ko'chaga sochishni? Oddiy korobkalarda endi ular ham solishibdi baribir qiznikini, ko'ngillardek ilib ketishdi. Men nima demoqchiman? Ayollar, mana shu pullarga nima uchun biz maza qilib yashamaymiz, o'zbeklar? Chunki keraksiz, o'zimizni qiynaydigan ortiqcha dahmazalarimiz ko'p. Fantiglar, bantiglar, nomini yozilgan bantiglar hammasini qilganman qizimda. Men birinchi to'yda shunaqa qilish kerak ekan deganman. Ikkinchisida ancha pishiq bo'lganman. Ikkinchisida men o'zim aytganimcha bo'lgan. Hattoki kelinim chiqqanda yana bir odatni aytaman sizlarga. Endi gap ochilganda eshiting. Raddomdan chaqaloq chiqadi, uyi to'la odam, hamma chillali kelinni quchoqlaydi, o'padir, chaqaloqqa teginadi, uy bardak. Kelin raddomdan yangi tug'ib chiqqan. Nima bor u yerda 50 ta odamga, qizlar? Ayollar, o'ylab ko'ring. Men buni ham o'ylaganman. Balkim sizlarni g'ashlaringga tegayotgandirman. Balkim kimlardir o'rislashib ketibsiz, urf-odatlar sizlar mayli. Nima bo'lganda ham men bolalarimni ayayman, xo'jayinimni ayayman va o'zimni ham ayayman. Xullas, men yana xudamga telefon qildim. Tog'ora-pog'ora qilib o'tirmay dedim. Nechta odam olib kelasizam? 15 dedilar. Men ham 15 ta odam olib kelaman dedim. Raddomdan chiqishdan bir kun oldin restoranda o'tirib qo'ya qolamiz. Menga tog'ora qilib kelmang dedim. Voy, qana bularga Umid opa deyishodi, men roziman dedim. Qilmang tog'ora, menga kerak emas, uvol bo'ladi. Biz juda ham kam ovqat yeymiz, yana tarqat bosh og'riq bo'ladi. Keling bir kun oldin. Shunaqa xursand bo'ldilar. To'g'risini aytay, xursand bo'ldilar. Men ham xursand bo'lardim. Restoranda chiroyli qilib o'tkazdik, hammamiz o'ynab kuldik. Ertasiga men, xo'jayinim, qudam, xo'jayinlari kelinni kutib oldik. Kelinim raddomdan kutib oldik. Mazza qilib nabira bilan o'tirdik, bitta sho'rvani soldik, kechgacha gaplashib o'tirdik.
tinchlikda ular ham kelib dam oldi. Kim meni urishdi? Hech kim. Kim meni gapiradi? Hech kim. Kim ko'rdi bunaqa dabdabani? Baribir qudam qilibdilar, quloq solmanglar menga. Shunaqa paket, bir dunyo detskiy narsalar qildilar. Endi bu orzu havas. Bolaga padarik men ham qilganman. Men ham keragidan ortiq padarik qilaman. Bolamga padarik bu boshqa narsa. Men sarpa qilmang, pastel qilmang, qizlaringizga hech narsa qilmang demayapman. Biz mana bu keraksiz narsalardan, mana bu arendaga olinadigan sandiqlar, bantiklar, fantiklar, million ketadigan narsalardan, mana bu tog'oralarni u yoqqa bu yoqqa borib kelaverishidan, qotib qolgan nonlar, uvol bo'lgan narsalar, achib qolgan sushilar, uvol bo'lgan norinlar haqida gapiryapman va erkaklarning asabi haqida gapiryapman. Nima deb o'ylaysizlar? Agar biz ham ixchamgina qilib bitta oqurar, kichkinagina oilaviy, ular otasi va onasi, siz otasi va onasi, farqi yo'q, ikki kishi bo'lib bitta belgi qilib turib, keyin to'y qilib, chiroyli to'y qilib yoshlarimizga baxt tilasak qanday bo'larkin? Mana shu tog'oralarsiz, ortiqcha dahmazalarsiz chiroyli qilib to'y bo'lsa, chiroyli qilib nishonlasak, hamma narsa risoldagidek bo'lsa, hamma o'zini farzandiga o'zini ataganini o'zi orzu qilganini qilsa, hech kim bir-biridan hech narsa kutmasa, bir-biridan narsa kutib qovoq uydi qilmasa, sen uni qilding, men buni qildim, voy menga ko'p qildi, menga oz qildi demasa, erkaklarimizni asablari saqlansa, nima deb o'ylaysiz? Yoshlarimiz yaxshi yashamaydimi? Yoki baribir mana shu quroq bilan tuxumdamikin gap? Nima deb o'ylaysiz?